Assalomu alaykum. Bugungi videomizga xush kelibsizlar akalar, ukalar. Shu videoning altına bitta like'lar urib qo'yingizlar. Juda foydali xalqimiz uchun video chiqaryapman. Shu o'zimizning eshik sattarimizda bir opamiz o'choq, samovar, kasatavoq to'ylar uchun-da, ya'ni to'ylar uchun nima kerak bo'lsa, hamma narsasi bor ekan. Yangi olib kelibdi. Like bosingizlar, qo'llab-quvvatlaringizlar. Arendaga berilar ekan. Hozir narx-navolarni aytamiz. Hammasini batafsil sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bemalol to'ylaringiz bo'lsa, zakaz qilib beringizlar. Ekranda telefon nomerlari bor. Biz hozir video qilamiz. Mana akalar, qozon, o'choq ikkita, samovar bitta. To'ylar uchun 250 kilolik ekan qozonni. Mana ikkita qozon, ikkita o'chog'i bilan. Hozir bu yoqda kasatavog'i bor. Xo'p, ko'rsatib o'tamiz. Bemalol tomosha qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Bu xalqimiz uchun foydali narsa bo'lyapti mana. Mana akalar ko'rib turibsizlar. Chaynak deysizmi, piyola, xo'p, do'bag'a, la'li. Mana bu yerda tarilkalar bor. Ikki namutda. Mana chaynaklar ko'ryapsizlarmi? Choyni damlaysizlar. Nima kerak bo'lsa bor mana. Xo'p, nechta chaynak bor o'sha? 50 ta chaynak bor ekan. Piyolachi? 200 ta piyola. Buna kattalardanchi? 150 ta kattalarli. Do'bag'achi? Do'bag'a 200 dona do'bag'asi bor. Mana tarilkalar meva uchun, salat uchun. Har biridan 200 tadan, ha? Mana. Bemalol zakaz qilib beringizlar. Xo'p, narxlari ichida hammasini aytib o'tamiz. Qozon, o'chog'i bilan samovar, chaynak, piyola shu bir komplekt to'yingizni bemalol o'tkazadi. Xo'p, necha so'm dedilaringiz? 700 so'm. Muomalasi bormi, yo'qmi? Ya shu ha 700 so'm. Xo'p, akalar, narxini 800 so'm degan edi, 700 so'm deyapti. Bular joyi. Bemalol zakaz qilsalaringiz. Xo'p, buni o'zlari uydan olib ketadimi? Uyga kelib, uydan kelib olib ketasizlar. Adresimiz Eshbek Sattar kolxozida. Bemalol qayerdan kelib olib ketmoqchi bo'lsalaringiz ham olib ketasizlar, yana ishlatib olib kelib berasizlar. Xo'p, nima deymiz? Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Mana shunday yaxshi videolar chiqarib borishda davom etamiz. Sizlar faqat qo'llab-quvvatlaningizlar.